Bo'zakcha oldim dedingiz, lekin qaytib buni ko'rsatmadingiz-ku, qarayapsizmi deyotganlar uchun maxsus video. Bo'zagimiz katta bo'lyapti. Bunga asosan ayam qarayapti. 5-6 kun avvalgi quyoshga ishonib, molxonaga qoqilgan salafanlarni yig'ishtirib yoruvdik. Oldinda bizni 6 gradus sovuq kutyapti-kan. Meni nazarimda molimiz soqqa tekkanga o'xshayapti. Bilganlar yozvoringlar, bo'zakchaga sovuq emasmi? Yo 1-2 kunga bo'lsa ham salafanni qayta qoqib qo'ysakmikin? Bo'zakchamiz deb gapirsam, ba'zilar buzoq deb to'g'rilab qo'yishadi. To'g'ri, buzoq deyiladi, lekin men o'z shevamda gapiraman. Yana ba'zilar logopedga boring, bo'qogingiz bor ekan, davolaning deb ham qo'yishadi. Bizning madaniyat qishlog'imizda so'zlar boshqacha, lekin ayrimlari xolos. Masalan, bo'zak deb faqat biz aytmaymiz, Andijon shaharida ham shunaqa deyishadi, bo'zak deyishadi. Kommentariyamga so'zlarimni o'nglab yozadiganlar endi foydasi yo'q. Til allaqachon o'rganib bo'lgan, sizlar endi ko'nikishinglarga to'g'ri keladi. So'zlarim tugab qoldi, lekin video hali ham tugamadi. Oxirgi payt azushka yozish ozgina qiyin bo'lib qolgan. Chunki nima mavzuda gapirishni bilmay qolaman. Fikringlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar. Shu yatsam bitta qo'shnimiz chiquvdi, televizorimizni bolalar o'ynab bir narsa qilib qo'yibdi, ko'rinmayapti, shuni ko'rib ber deb. Idish yuvib olib chiqaman dedim, esimdan chiqib qolibdi. Endi hozir mana chiqib ketyapman. O'zi televizorda zo'r tushunib olmayman, lekin biror narsa bo'lib qolgan bo'lsa, astoydil o'tirib kavlasam, topib olaman, to'g'rilab olaman. Ko'pchilik menga yozadi, qishloqdagi mahallalarda, ko'chalarda ko'rsating deb. Hozir ko'chaga chiqqanimdan foydalanib, sizlarga mahallamni ko'rsataman. Esa zo'r bo'lib quyosh chiqyapti, qorlar eriyapti bizda. Men hozir bu yoqqa kiraman. Litseyda o'qib yurgan paytimda, ya'ni shu 17-18 yoshlarimda eng yaqin o'rtog'im bo'lar edi, Laylo degan. Bitirganimizdan keyin aloqalarimiz uzilib ketgan va blog yuritishni boshlaganimdan beri, ya'ni shu Instagramga chiqqanimdan beri juda ham ko'p yo'qotib qo'ygan o'rtoqlarim, tanishlarim yozishdi, ular bilan aloqa qayta tiklandi. O'sha Laylo degan o'rtog'im ham yozdi. Hozir u Koreyada ekan. Shu yerda profilini atmetka qildim. Yaqindan beri blogini yuritishni boshlabdi. Agar sizga Koreya hayoti qiziq bo'lsa, o'rtog'im profiliga obuna bo'ling. U har kunlik mini vlog videolar ham chiqarib boradi. Ya'ni Koreyada ertalabdan kechgacha kuni qanaqa o'tadi, o'qishi, ishlashi,
hammasini ko'rsatib boradi. Yashil. qarang Doni o'zi, Doni qara sen o'zing. Ayam men o'zimmi? Seni ham hali ko'rsatmadim. Ana. Oho. Просто Ketma-ket yomg'ir va qordan keyin nihoyat quyosh charaqlab chiqdi. Men ham nagrevatel tagidan chiqib biroz ish qilay dedim. Ishoninglar, sovuqqa yo'qman, to'nglab qolaman, kamiga gaz yo'q, tok past, uyam isimadi. Men ham o'ranib yotardim. Kecha ham quyosh chiqqanida, lekin qor borligi uchun sovuq bo'ldi. Bugun ham ozgina qor bor, lekin kechagidan issiq. Xullas umuman sovqotmadim. Qordan avval uydagilar tomni tozalashgan ekan, ya'ni tomni shupirib, axlatini pastga tushirishgan va yig'ishtirib ulgurmasdan yomg'ir, qor yog'ib borgan. Shu bilan barglar qor yomg'ir tagida qolib ketuvdi. Bugun endi shularni tozalab yig'ishtirib qo'ydim. Esinglardami, 4 ta tuvayda gulim bor edi. Uyga issiqqinaga olib kirsam ham, eshikka olib chiqsam ham baribir qurib ketdi. Endi yana boshidan boshlaymiz. Shu shupirayotgan joylarimga har xil qilib ekib, chiroyli manzara qilmoqchiman. Obunachi qizlarimga menda bitta taklif bor. Yaqinda qir adirlar go'zallashadi. Shu paytda o'rtacha 15 ta qiz yig'ilib o'tirish deydimi, piknik deydimi, xullas shuna qilsak nima deysizlar? O'tgan yil ham aytganman bu haqida, lekin harakat qilmadim. Bu yil agar qiladigan bo'lsam, keladiganlar kommentariyaga yozinglarchi, shunga qarab harakatlanaman. Bugun menda kir yuvish kuni, sushilkam sinib qolib, qor yomg'ir payti yuvolmagan edim. Bugun ham o'ta go'zal quyosh chiqyapti. Bundan foydalanib kirlarni tugatib yuborish kerak. Yaqinda o'zimga yangi parashok gellar olgan edim. Bugun shulardan ham foydalanib ko'raman. Atir umuman ishlatmayman, chunki o'tkir hid boshimga sirazi og'riq kirgizadi, lekin original parashoklar yordamida atirsiz ham kiyimlaringiz orqali yoqimli hidni saqlab qolsangiz bo'ladi. Antabax firmasini kir yuvish mahsulotlaridan ilk marta foydalanishim, lekin 15 kundan beri tish cho'tkasini ishlatyapman. Ishoninglar, shunaqa zo'r, shu yoshimgacha hech qaysi pastani yoqimli hidi bunaqa uzoq turmagan, eng bezarar, shu bilan eng foydali pasta qatoriga kiritdim. Idish gellari ham eko halol sertifikatiga ega ekan, ximikatsiz tabiiy vosita, tarkibida vitamin E bor. Perchatkasiz ishlatsangiz ham allergiya bermaydi. Siz bu mahsulotlarni istalgan parfumeriya do'konlaridan yoki marketlardan topsangiz bo'ladi. Bilasizlar, ko'p narsani avval o'zim ishlataman, keyin sizlarga tavsiya qilaman. Antabax mahsulotlaridan albatta foydalanib ko'ringlar. o'ziga tushoradi, ha piyalani onasi bo'lmaydi. Shlankalarni Endi shunga chiqib Eshikdagi ishlarimni tugatib, ozgina dam olay deb uyga shundoq kirsam, sizlarga atab qo'ygan pullarim sochilib yotibdi-yu. To'g'ri eshitdinglar o'rtoqlar, bu pullar aynan sizniki. Ya'ni men uzoq kutilgan gift konkursimga nihoyat start berdim.
5 ta qizga 100 ming so'mdan, 10 ta qizga 200 ming so'mdan va yana 10 ta qizga 300 ming so'mdan jami hisobda 30 taga yaqin qizlar pul yutuqlarini yutib olishi mumkin. Shartimizni bajarishga 1 minutdan vaqtingiz ketmaydi. Ya'ni men obuna bo'lgan mana shu homiylarga obuna bo'lib chiqasiz. Ushbu videoni 10 ta do'stingizga jo'natib qo'yasiz va kommentariyaga bir martagina bayramga xayrlik deb yozib qoldirasiz. Hayit ayyomiga ushbu pul yutuqlari sizga nasib qilishi mumkin. Hoziroq shartlarni bajarib oling. Ertadan pul yutuqlarini o'ynashni boshlaymiz. Efir vaqtini istoriyada aytib boraman. Hammaga omad.